Nimaga mendan jirkanyapsanlar? Sudimga qaynoq kuydiryapti. Siz kimlari bo'lasiz? Akasiman domla. Ha, Alloh rahmat qilsin. Mabodo qarindosh urug', qo'shni og'ayni, qo'ni qo'shnilar ichida oldi berdilar bo'lsa, omonatlari bo'lsa, guvoh isbotlari bilan, hujjat bilan so'rab kelishsa, ado qilasiz. Tushunmadim. Bir savolim bor edi. Hop. Domla, ukam shu adashib bir narsa chakib yuragi to'xtab qolibdi-da. Savol javob qanaqa bo'ladi? Alloh rahmat qilsin. Nima? Endi Xudoga havola. Savol javoblar ozgina og'ir bo'ladi. Xudo sabr bersin. To'xtanglar, kimdir meni eshitsa iltimos. Kimdir eshitadimi yo'qmi? To'xtanglar. O'lganim yo'q-ku. Ey! Yaqinlari kim? Men akasiman. Teksan teskari bo'lib, uni bilan kiraverasiz. Qabr ko'lanishi og'ir bo'ldi. Biror narsa bo'lsa ichkarida ko'rsa aytarsiz. Bir nega qiyin bo'ladi ko'rishgan? Mahkam. Yo'q, kirmayman qabrga. Kirmayman. Boshlardan keyin. Boshlardan keyin. Nimaga bu yer qorong'i? Qorong'ilikdan qo'rqaman. Mendan rozi bo'l ukam. Nimaga rozi bo'l. Aka! Javob olsam bo'lsin ukam. Shuni so'rayman. Meni yolg'iz tashlab ketmang. To'xtanglar, iltimos. Eshtinglar mani. Nimaga qo'rqib ketyapman? Qo'rqib ketyapman aka, to'xtang. To'xtang. Eshtinglar odamlar mani. Eshitasizlarmi yo'qmi? To'xtang, yo'q. Qo'rqib ketyapti, yo'q. Tinchlikmi? Yomon tush ko'rdingmi? Men hamdan bitta tortib oldim tabletkadan keyin. Ashbiz zo'r ketadi. Kerak emas.